Ari yemay bo'lib, enamni Uchqo'rg'onidan ko'ryapman. Ariqlarga tushib, balchalarga dumalab yuboryapman. Oshqozonimda cho'q turibdi, cho'q. Shunday bahar deb qo'yapti. Endi ular ekan bilmayman ya. Jigarlar hoji do'ma arini qovurib yeymiz deyapti. Issiqlik ekan. Menimcha yoqqa qovursa kerak. Jigarlar asalarini suti bor ekan mana. Asalari suti. Qachon oldingiz buni? Yer kunimi? Yer kuni emas. May oyida. May oyida. Kecha asal olganimizda chiqmadimi suti? Yo'q, chiqmaydi. Ashpatda chiqadi. 50 gram, 50 milligramdan. Mana ular 150 milligramdan. Mana ikkita. O'zi 100. 10 milligramı 100 sotiladi mana. Toza asal. Propolisi bilanmi endi bu? Ini bilan. Ini bilan bir yo'li kiritib solingan. Hozir karam yedim, sabzi yedim, 2-3 ta qatiq ichib yubordim, Pepsi, Cola hech nima ta'sir qilmadi. Asal narxida berilaveradi-da. Bu ali ustini ham oladigan oy bormi alohida? Ha, hozir bo'lmaydi.